o'qitishda aktiv faoliyat oldida ma'ruza qilaman. Kimyo fanini o'zi asosiy laboratoriyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun laboratoriya mashg'ulotlarini qulay bajarish usullarini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun Chemis dasturi kiritilgan, o'sha dasturni tushuntirib bermoqchiman. Chemis dasturi virtual laboratoriyani amalga oshirish uchun juda ham katta yordam beradi ustozlarga. Chunki hozirda moddalar tanqisligi kuzatilmoqda. Bundan tashqari turli xil sharoitlarning yo'qligi ham bizda laboratoriya mashg'ulotlarini bajarishda muammolar tug'diradi. Moddalarimiz yetishmaydi, jihozlar yetishmaydi yoki o'sha laboratoriya uchun sharoit yo'q xonalarda. Lekin elektron doska yoki noutbuk orqali oddiy telefonda ham Chemis dasturini o'rnatib bemalol mavzularga mos virtual laboratoriyalarni bajarishimiz mumkin. Endi ko'p gapirmasdan amaliy ko'rsatishga harakat qilaman. Web kamera orqali, chunki noutbugimdan hozir to'g'ridan-to'g'ri ko'rsata olmayapman. Katta ekranim bor, shu ekran orqali ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar uchun qiziqarli tajribalar tayyorlab qo'yganman. Xitoy videoroliklarda ko'rgandek moddalarga qo'shib hozir ekranda portlatamiz. Buni bemalol dasturda amalga oshirsa bo'ladi. Bu Chemis dasturi hammaga ham keng tarqalmagan bo'lishi mumkin, lekin tanish insonlar ham bo'lishi mumkin. Qo'ldan kelgancha sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Tanishtiraman bu dastur bilan. Agar kimda qiziqish uyg'otsa, keyin buni APK programmasini tashlab beraman. Chunki buni Play Marketdan yuklab olish imkoniyati yo'q. APK programmasini tashlab beraman, ishlataman deganlar o'rnatish usullarini o'rgataman. Birinchi tajribamiz hozir o'zim meni ekranimni katta ekranga qo'yib olsalaringiz yaxshi ko'rinadi. Ha, o'zingiz ham ana dokladchikni bosib qo'ying. Tepada burchasi bo'ladi-ku, bit degan joyda. Shu yerda dokladchikni bosib qo'ysa, qolganlar ham shu dokladchikni bosib qo'ysa, Atamurodova Nilufar domlari ekrani ko'rinadi. Ko'rinyaptimi ekranim katta bu? Dokladchikni bosdim. Ko'rindi. Mana Chemis dasturini hozir chiqib ko'rsataman. Mana bu ekranda Chemis dasturi yuklab olingan. Mana bunday 3 ta nuqtali joyi bor. Birinchisini bosamiz. Kimyoviy idishlar qatori chiqadi. Bu yerda kerakli barcha kimyoviy idishlar bor. Shtativ, stakan, probirkalar, kolbalar, har xil voronkalar, nay o'tkazuvchi trubkalar hammasi bor. Endi ikkinchi tomonda moddalar berilgan. Birinchi moddalar qatori organik moddalar. Bular lekin yopiq holatda. Ikkinchisi qattiq moddalar. Qattiq holatdagi moddalar. Uchinchisi suyuq holatdagi moddalar. Keyingisi gaz holatdagi moddalar. Bizni darsliklarimizdagi barcha moddalar bu yerda bor. Bemalol hamma laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni virtual tarzda o'tkazishimiz mumkin. Endi mana bu yerda yulduzcha qismi bor. Yulduzchaga kirsak, o'sha kuni darsga kerak bo'lgan moddalarni ajratib olib qo'yishimiz mumkin. Ajratib tayyor qilib qo'yishimiz mumkin. Darsdan oldin men hozir ayni shu webinar uchun moddalarni ajratib tayyorlab qo'yganman. Mana bu yerda lupa belgisi bor. Lupa belgisidan biz moddalarni qidirishimiz mumkin. Klaviatura chiqadi pastda.
Hozir yorug'lik mana klaviatura chiqadi. Klaviaturadan biz moddaning formulasini tersak, tepada mana bu yerda qidirishdan o'sha modda topiladi. Endi pastki qismida moddalarni qanday holatda o'lchamoqchimiz? Agar massada o'lchamoqchi bo'lsak, shu qismni belgilab qo'yamiz. Agar hajmni o'lchamoqchi bo'lsak, bu qismni belgilasak bo'ladi. Mol miqdorini o'lchamoqchi bo'lsak, bu qismi, temperaturani bilmoqchi bo'lsak, buni bosamiz. Malyarnostni bilmoqchi bo'lsak, oxirgisini bosamiz. Men hozir massadan foydalanmoqchiman. Buni bosib qo'ydim. Bundan tashqari, yana kerakli birinchisi, ya'ni portlashni ovozni eshitib turishni xohlasangiz yoqib qo'yasiz. Ovoz qismiga yoqib qo'yasiz. Temperaturani ko'rsatish, xona haroratidagi temperatura turibdi. Vaqt, periodiskiy tablitsa ham bor. Bu yerda mana ya'ni davriy sistemaning ham ko'rinishi berilgan. Demak, laboratoriy отчет, laboratoriya qilingandan keyingi hisobotlari ko'rinadi bu yerda. Hozir amaliy mashg'ulotlarni ko'rgan bu ko'rsataman. Va tilni ham o'zgartirishimiz mumkin. Menga rus tili qulay bo'lgani uchun rus tilida amalga oshiraman. Masalan, endi birinchi tajribamizni ko'rsataman. Buning uchun bizga mana probirkani olaman. Bemalol ekranning o'zida to'g'ridan to'g'ri bajarib ketaveramiz. Probirkani oldik. Probirkani oldik. Endi men tanlangan moddalar bor. Moddalarni tayyorlab qo'yganman, tanlab. Masalan, alyuminiy bilan bromning tajribasini ko'ramiz. Buning uchun mana alyuminiyni tortaman. Probirkaga ozroq mana 4 gram, 4,7, 4,8 gram solyapman. Bu 0,1 molga teng bo'lyapti. Hamma qismlari ko'rinib turadi. Mana soldim. Ustidan bromni quyaman. Brom suyuq holatda mana 20 millilitrda o'lchyapti. 20 millilitr brom tomizaman. Mana bu yerda yonish reaksiyasi ko'rinyapti mana. Kameramiz ozgina yorug'lik beryapti, lekin bu yerda yorqin yonish reaksiyasi kuzatilyapti. Reaksiya tenglamalari bilan ham, hosil bo'lgan modda bilan ham mana reaksiya tugadi. Reaksiya tugagandan keyin hosil bo'lgan moddani ko'rsatadi. Alyuminiy brom 3. Kamera teskari Teskari ekanda kamera. O'shini teskari ko'rsat. Teskari. Demak, bu birinchi tajribamiz. Ekranda ko'rinyaptimi, domla? Ko'rinyapti. Endi ikkinchi tajribani ko'rsataman. Natriyning suv bilan reaksiyasini hamma biladi. Natriyning suv bilan reaksiyasi uchun biz idish tanlab olamiz. Masalan, men chinni kosachani tanlab oldim. Chinni kosachani ko'rsatdim. Chinni kosachani tanlab oldim. Endi unga suv quyaman. Masalan, 0,7 millilitr suv quydim. Endi ustiga natriy bo'lakchasidan tashlayman. Ko'pchilikda laboratoriyasida natriy bo'lmasligi mumkin, lekin virtual tarzda bajarsak bo'ladi. Mana natriyni tashlayapman. Nimaga ovoz chiqyapti? Hozir ko'taribdi. Mana. Mana hosil bo'lgan reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Natriyning suv bilan reaksiyasidan vodorodning ajralishi. Bu yerda portlab reaksiya bo'lgani ko'rinadi. Bunga fenolftalein tomizni qo'shishimiz mumkin, pH-ni o'lchashimiz mumkin. Mana pH'larni o'lchashimiz mumkin. Ishqoriy muhit bo'lgani uchun mana
pH metrimiz ko'karib turibdi. Demak, keyingi reaksiyani masalan gaz ajralish reaksiyalaridan ko'rsataman. Buning uchun vodorod ajralishini ko'rsatmoqchimiz. Rux metallini olamiz. Mana rux metallidan 10 gram solaman. 10 gram soldim. Ustiga xlorid kislota quyaman. Reaksiya natijasida vodorod gazi ajralishi kuzatiladi hozir. Tepada reaksiya tenglamasi ham beriladi. Qancha gaz ajralayotganligi ham ko'rinib turadi. Ekranimiz sal yaltirab qolyapti. Web kameramiz uncha yaxshi emas ekan, yorug'lik bilan. Keyingi reaksiyamiz kumush nitratga natriy xlorid qo'shib cho'kma tushish reaksiyasini ko'rsatmoqchiman. Masalan, mana probirkani oldik. Kumush nitrat topilishi juda ham qiyin laboratoriyada. Buni demak biz galogenlar mavzusini o'tganda juda ham kerak bo'ladi, lekin kumush nitratni topolmaymiz. O'shanda bemalol shu usuldan foydalansak bo'ladi. Nitrat qo'ydim. Ikkinchi probirkani olib natriy xlorning eritmasini tayyorlab olamiz, suvdagi eritmasini. Mana natriy xlor osh tuzini tayyorlab olganman. Ustiga suv quyib eritmasini tayyorlayman. Endi bu eritmani Abduvahhab aka, Hey, domla, anasini o'chirib qo'yasiz mikrofonini. Shavqin kelyapti. Mikrofoncha ustiga bitta bosing. hop. oq rangli cho'kma tushganini ko'ramiz. Kumush xlorid oq rangli cho'kma beradi. Mana shu tajribalarni ham bajarsak bo'ladi. Endi havo rangli cho'kma tayyorlab ko'ramiz. Natriy gidroksidga mis sulfat qo'shib, mis 2 gidroksid havo rangli cho'kma ham tayyorlasak bo'ladi. Har xil rangli cho'kmalar, temirning zanglashidagi temir 3 gidroksidni ham qo'ng'ir rangli cho'kmalarni tayyorlasak bo'ladi. Ekranni tepasida idishlarni ustiga bossa, очищать, удалять deb chiqadi. Agar sizga mana bu idishning ichini tozalash kerak bo'lsa, очищать knopkasini bosamiz. Agar bu idishni o'chirish kerak bo'lsa, удалять tugmasini bossak, ekrandan o'chadi. Keyingi tajriba uchun demak kattaroq idish olmoqchiman. Mana konussimon kolbani olyapman. Ustiga natriy gidroksid qo'shaman. Natriy gidroksid qattiq modda bo'lgani uchun suvda eritib olaman. Mana tiniq eritmaga aylandi. Ustiga mis sulfat tuzidan qo'shamiz. Bu yerda mis 2 gidroksid cho'kmasi hosil bo'lgani kuzatiladi. Hozir buni nosib bo'laganda juda zo'r ko'rinadi. Hozir web kamerada uncha yaxshi ko'rinmayapti. Mana rangi o'zgardi. Bolalar, ichlaringizda bormi? O'qituvchi bo'laman degan. Bo'lmasa kerak. Faqat mikrofon yoqib qoldi. Endi bu idishning ichini tozalaymiz. Keyingi tajribani ham shu idishda bajaramiz. Men sulfat kislotaga bariy xlorid qo'shib ko'rsataman. Bemalol trubkalar ulashimiz mumkin. Masalan, sulfat kislotani quyib olamiz, suvi.
Mana oq rangli qaymoqsimon cho'kma hosil bo'ldi. O'quvchilarga ko'rsatsak bo'ladi. Mana oq rangli qaymoqqa o'xshagan cho'kma hosil bo'ldi deb. Tepada reaksiyalari bilan birga cho'kma hosil bo'lishi ko'rinadi. Yaqinda ammiak olish reaksiyasini ko'rsatib berdim o'quvchilarga. Hozir o'shani gaz trubalari bilan qizdirish orqali o'rgataman. Tozalab oldik. Endi bizga ammiak olish uchun kerak bo'ladigan priborni yig'amiz. Shtativga provirka o'rnatamiz. Provirkani, ikkinchi provirkani olamiz. Ammiak yig'iladigan provirkani. Endi gaz o'tkazuvchi nayni ulaymiz. Gaz o'tkazuvchi nayning ikkinchisini bu provirkaga kirgizamiz. Endi probka bilan yopamiz. Chunki ammiak gaz bo'lgani uchun uchib ketadi. Ozcha probkani olib turaman, modda sovib olishim kerak bunga. Endi tagiga qizdirish uchun spirt lampasini qo'yaman. Gaz gorelkasi ham bor, uni qo'ysak ham bo'ladi. Hozir spirt lampasi qo'ydim. Ammiak olish uchun kerakli bo'lgan moddalarni izlayman. Bizga ammoniy xlorid bilan ammoniy xloridni tezroq topish uchun mana bu yerdan klaviaturadan teraman. Mana ammoniy xlorid. Probirkamizga soldik va bizga yana kerak bo'ladi kalsiy gidroksid. Mana kalsiy gidroksid. Qattiq moddalardan izladim, ikkalasini qo'shdim. Endi reaksiyani olib borish uchun probka bilan oldin yopamiz, yana idishlarga kiramiz. Mana bu yerda probka bor. Mana ikkinchi probkani buni og'ziga qo'yamiz. Gaz o'tkazgichli nayni ikki tomonini ham probka bilan yopdik. Ammiak gazi uchib chiqib ketmasligi uchun. Bu reaksiya qizdirish bilan borgani uchun hozir spirt lampasini yoqamiz. Yoqish uchun mana 3-bo'limga kiramiz. Bu yerda mana gugurt, spichka berilgan. O'sha mana yoqdik. Reaksiyada qizdirish bilan olib borilyapti. Ammiak hosil bo'lishi mana bu ikkinchi probirkada gaz to'layotganligi oq tutun bilan ko'rinyapti, lekin ammiak rangsiz. Ikkinchi probirkamizga mana gaz ajralib chiqyapti. Bunda endi bu Chemis dasturining imkoniyatlari juda ham ko'p. Ko'plab reaksiyalarni bajarish mumkin. O'zim 100 dan ortiq reaksiya bajarganman bu yerda. Faqat organik kimyo uchun chegara bor, u pulli sotib olish kerak. Sotib olsa keyin moddalari ko'rsatadi. Organik kimyodan boshqa anorganik moddalarning hammasi bilan tajriba o'tkazsak bo'ladi. Mana qizdirish bilan boryapti reaksiya. Va bu tomonda ammiak gazining to'planayotganligi ko'rinadi. Virtual tajribalarning endi afzalligi va qulayligi hammaga ma'lum, sog'liq uchun foydali, endi zarar keltirmaydi. Moddalar o'quvchilarga ham, sizga ham zarar keltirmaydi. Topilmagan moddalarni bemalol mana shu dastur orqali
darsda ko'rsatib foydalanish mumkin. Agar sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, xursandman. Mahsdomlar, Nabi ustoz. men shu bir 8 ta tajriba ko'rsatdim Aha, rahmat. Chemis dasturida. Rahmat. Agar yana savollar bo'lsa, marhamat, eshitaman. Kim qayerga Ha, tushunmagan menda bo'lsa. hozir chatda shunday savol Judayam bo'ldida, chatda Aha. shunday savol bo'ldiki, bu yangi berilgan mana shu ekranlarda bu dastur bormi degan shunaqa savol bo'ldi. Bu dastur ekranlarda o'zi yo'q, lekin o'rnatsa bo'ladi. APK dasturini tashlab berishi mumkin Telegram orqali. Jizzax viloyati kimyo Telegramda o'qituvchilarga tashib qo'ying. Aha, kim qiziqsa Telegram orqali APK dasturini tashlab beraman. O'shani Telegram o'sha ekranda Telegram bo'lsa, Telegram orqali oson o'rnatish, uстановить knopkasini bosib, internet bo'lsa bo'ldi. Ular qo'ysa bo'ladi. Har darsda kutilmagan vaziyatlarda ham foydalanib ketish mumkin. Masalan, ochiq darslarda kimdir kirib qolsa, bemalol o'sha tajribani bajarib ketish mumkin-da. Xo'p, yana qanday savollar bor ustozlar? Marhamat, savollaringiz bo'lsa beringlar. Maktablarga Yangi berilgan ekranga o'rnatib olsa bo'ladi-da. Ha, maktablarga borganimizda ko'rganmiz, ekran berilgan. Bu ekran mana endi hozir o'quv yili yakuniga yetyapti. Mana shu otpuska vaqtida bemalol ekranga установка qilib, bir nechta tajribalarni ko'rib, foydalanishga tayyorlab qo'ysa bo'ladi. Bu ekranlardan faqat internet bo'lishi kerak, o'sha talabi shunday. Ko'p maktablarga borganimizda bunaqa sharoitlarni qilib qo'yishgan, o'sha chekka hududlarda ham bor bunaqa sharoit, faqat bundan unumli foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mazkur jarayonlarda o'sha vebinarda imkoniyat darajasida zapis qilishga ham harakat qildik, yozib olishga harakat qildik. Agar sifatli chiqadigan bo'lsa, Jizzax viloyati kimyo o'qituvchilari guruhiga, kanaliga, ularni ham, slaydlarni ham hammasini qo'yamiz. Jizzax viloyati kimyo o'qituvchilariga joylab qo'ysangiz bo'ladi. Kimda qanday savollar bor? Agar sizlarda ham mana shunaqa vebinarlarda ishtirok etish imkoniyati yoki bo'lmasa xohish istagi bo'ladigan bo'lsa, o'sha menga murojaat qilsalaring bo'ladi. Maqsud Jabborovga murojaat qilib, bemalol mavzuyingizni, uchuv rasmingizni yuboradigan bo'lsangiz, siz bilan mana shunaqa siz bilan hamkorlikda ham shunday vebinarlarni tashkil qilamiz, Xudo xolasa. Faqat bundan bir necha oldin bizga shu mavzularni taqdim qilishingiz kerak bo'ladi-da. Bo'lmasa tugataveramiz ustozlar, sizlarning ham vaqtlaringizni olmaylik. Habib vaqti bo'lib qoldi. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling.